davolashlik, homiylik qilib shifo topishiga sababchi bo'lishlik yo'lida ham bir yetakchilik qilib beraylik, peshqadamlik qilib beraylik. Boshqa joylarga yalinib bormasin bular, boshqa joylarga muhtoj bo'lib bormasin. Biz himmatli qishloqning ichida turib, boshqa joylarga borib yursalar, bizni qishlog'imizni sha'niga ham to'g'ri kelaveradigan ish emas bu. Yurtdoshlarimizga avvalo sog' salomat bo'lsin. O'zi aytmoqchi, ehsonni mukofoti ehson deydi. Yaxshi bo'lardi avvalo Alloh qolaversa bo'lmagan sababchi bo'lib bo'lsa yaxshi ham nima bo'lardi, yana bir ulug' ish bo'lib qolardi. Xudo xolasa. Biz himmatli qishloqning ichida turib, boshqa joylarga borib yursalar, bizni qishlog'imizni sha'niga ham to'g'ri kelaveradigan ish emas bu. Tez yordam kerak, Turkiyaga operatsiya qilgani borish kerak. Akamiz bu ham qadrdonlar Turkiyaga operatsiyaga borish kerak. Sizlardan iltimos qilamiz. Ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Qoratepa ahllari, qolaversa Qoratepa ahllari guruhiga a'zo bo'lgan boshqa qishloqdoshlar, tumandoshlar, yurtdoshlar. Avvalo Robbim osmonimizni musaffo qilsin, yurtimizni tinch qilsin, qishlog'imiz bundan-da obod bo'lsin. Obod bo'lishlikda Robbim birdamligimizni va himmatimizni ziyoda qilsin. Azizlar, mana biz yo'llarni obod qilishlik bo'yicha hamma joyga ibrat bo'ladigan, hamma joyga namuna bo'ladigan bir ishlarni qilib qo'ydik. Qishloqda faollari bilan, qishloqda himmatli insonlari bilan shu ishlar inshaalloh mana amalga oshdi. Hamma ko'rib havas qilyapti. Ko'p qishloqlarga ibrat bo'ldik. Bu sohada, bu yo'lda inshaalloh yetakchi bo'ldik. Hammaga ibrat bo'ladigan bo'ldik. Endi azizlar, mana bu Shuhratbek do'stimizni bir videolarini ko'rdik. Usupjon aka fidokor mifga qarashlik Usupjon aka degan akamiz bor. Buni butun Qoratepa taniydi, doim velosipedda yuradigan akamiz. Shu 5 vaqt namozlarga qatnaydigan, juda ham silay rahimlik, hammani holidan xabar oladigan insonlar. Shuni hammamiz taniymiz. Hozir mana videosini hammamiz ko'rib turibmiz. Xudo bir sinov beribdi bu akamizga. Ilohim, bu sinov bu akamizni onadan yangi tug'ilgan go'dak kabi gunohlardan poklab yuboradigan sinov bo'lsin ilohim. O'tkinchi sinov bo'lsin. Bu muolajalar bilan, qanaqandir tadbirlar bilan bu dardlar daf bo'ladigan dard bo'lsin ilohim. Endi azizlar, mana shu obod qilishlikka, yo'limizni obod qilishlikka milliard pul sarfladik-da. Milliardlarga pullarni sarflab bordik. 25 milliard, 30 milliard pul sarflab bordik. Bu qishlog'imiz uchun hech narsa bo'lmadi bu. Endi azizlar, kelinglar, bu odamni hozir ko'rib men ko'zimga yosh keladigan darajada qalbim shunaqangi bir jirg'anib ketdi. Bu akamiz doim velosipedda yuradigan, 5 vaqt namozlarda velosipedda qatnaydigan akamizni boshiga shunday dard kelibdi. Ko'rib juda ham hozir ichim og'rib ketdi, ichim achib ketdi. Achinib ketdim, bu inson juda ham yaxshi inson. Endi yaxshi insonlik u yoqda tursin, qishloqdoshimiz. Eng muhim narsa, bu yerdagi muhim narsa bizni qishloqdoshimiz. Biz azizlar birdan bo'lib katta-katta ishlarni qilib yordikda, birdan bo'lib katta-katta hamma joyga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan bu Qoratepaliklarda otasiga rahmat, onasiga rahmat deydigan ishlar qilib yordik. Lekin kelinglar, bu shu xayrli ishlarda bir peshqadam bo'lgan qishlog'imiz. Xayrli ishlarda yetakchimiz. Himmatli birodarlarimiz juda ham ko'p, ehsonparvar birodarlarimiz juda ham ko'p. Kerak bo'lsa $100, $500, $1000 yo'llarga ehson qilgan birodarlarimiz bor. Kelinglar azizlar, men o'zim bosh bo'lib $100 qo'limdan kelsa, undan-da ziyodaroq inshaalloh o'zim yordam qilaman. Agar $100 dan yordam qiladigan bo'lsak, bu insonning dardiga hozir $15000 so'ralayotgan. $15000. Aslida 150 ta ixlosli bolaning ishi bu. Aslida 150 ta saxovat otiga mingan, Robbimning rizosini bir Robbimning mo'min bandasini xursand qilib ham Robbimning rizosini topaman deydigan 150 ta insonning ishi bu. Azizlar, kelinglar, qo'limizdan kelsa agar $100 dan, yana himmatli insonlar bor. Bu $100 emas, undan da ziyodaroq yordam qila oladiganlar bor. Qo'limizdan kelsa, qancha qo'limizdan kelsa, shu insonga $15000 shu odamga yordam berib, ozgina shu 3 kun ichida 3 kun harakat qilaylik birodarlar, muhtaram qishloqdoshlar.
bu mana ko'p shunaqangi bizni takliflarimiz bilan juda ko'p birodarlarimiz qora aka men mana shu ishga men sherikman, qora aka men sherikman deb shunaqangi ishlarga chiqib ayniday obodlik bo'lib ketdi. Kelinglar endi azizlar, biz doim xayr yo'lida yuradigan, saxovat yo'lida yuradigan, Robbimning rizoligi qayerda bo'lsa shuni izlab topib, shu Robbimning rizoligi bor ishlarni qidirib topib qiladigan qishloqimiz inshaalloh. Kelinglar azizlar, himmatli insonlar, imkoniyati bor insonlar, akalarimiz, himmatli akalarimiz, himmatli saxovatli do'stlarimiz va qadrdon ukalarimiz. Kelinglar azizlar, qo'limizdan kelganicha yordam qilib, shu Yusufjon akani shifo topishiga bir hissamizni qo'shmaylikmi? Kelinglar azizlar, shu bir qishloqdoshimizni shifo topishiga bir hissamizni qo'shib yuboraylik. Yusufjon akaga qo'limizdan kelganicha yordamda qilaylik azizlar. Agar labbi deb qolsanglar, shunday mamnun bo'lamiz sizlardan, shunday xursand bo'lamiz. Butun qishloqqa o'zimizni kasallarimizni davolashlik, homiylik qilib, shifo topishiga sababchi bo'lishlik yo'lida ham bir yetakchilik qilib beraylik, peshqadamlik qilib beraylik. Boshqa joylarga yalinib bormasin bular, boshqa joylarga muhtoj bo'lib bormasin. Biz himmatli qishloqning ichida turib, boshqa joylarga borib yursalar, bizni qishlog'imizni sha'niga ham to'g'ri keladigan ish emas bu. Azizlar, sizlardan iltimos, taklifimizga labbi deysizlar, ijobat qilasizlar degan umiddamiz azizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Agar mabodo taklifimizga ijobat qilib qolsanglar, labbi deb qolsanglar, shuni umid etamiz. Labbi deb qolsanglar, sizlardan juda ham mamnun bo'lamiz. Nafaqat Yusufjon aka, balki biz hammamiz duoda bo'lamiz. Bo'shatgan joylarimizni Robbim ziyodasi ila to'ldiradi. Robbimning mo'min bandasini shifo topishiga ko'makchi bo'lgan bo'lamiz, sababchi bo'lgan bo'lamiz. Azizlar, sizlarni labbilaringni umidida qolamiz. Ozgina himmat qilib olsak, shu odam Turkiyaga borib davolanib kelar ekan. Ko'ringlar-da, bu odamni hozir videosini ko'rsanglar, ichi og'rimagan, ichi achimagan odam qolmaydi. O'zida yo'q bo'lsa ham birovdan olib yordam qilib olganlaringiz kelib ketadi. Ko'ringlar, faqat ibrat ko'z bilan ko'ringlar, himmat ko'z bilan ko'ringlar-da. Albatta himmat eshiginglar ochiladi. Biz uni umid etamiz inshaalloh. E'tiborlaringiz uchun rahmat.